Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı kattaluvchilar, kandaysızlar? 2025 yıl 30 sentyabr tuğandar kunga. Bugün kunga 2 gün vtornik. Batkan oblast, Qadamjay rayon. Ayrıvas ayıl aymağında markaz mal bozarı. Bazarda bolup turgan tuğandar buqa, torpoq, öspürüm boluşuncha reallı olaарын көрүңүздөр. Tuğandar iki buqa. Şulay iki buqa 238 ming satıldı tuğandar. Ondan gelip buna buqan görüңүздөрчү 77 ming so'm bo'ldi. 5 ay 6 aylık torpoq. Boyu 1 metre tegeregindegi 1 metre 2 santimetre. Ama buqalar qanchadan bo'ldi aka? 80 ming so'mdan keyin bar ekan. Bozor qanchadan berdi? Arqıl berdi deydi. Достойно olgan jo'q deydi. Dostum spotlarda aytchi bahasini. 3 spot ayt. 75 mingdan ozmaz yo'li var. Irimiga yo'li var deydi. Tuğandar bundan ko'ringizlarchi. O'ta o'rindu. O'ta sonun. Öspürüm köçet torpoqlar. No koçu. 70 kem var. Na çekesindeki. Na 70 ming 65 ming kem var ekan. Onlar qarаңыздар 75 mingden kem var ekan. Canbaşlar qarаңыздар. Numerini aytçı dostum. 703 mi? 0703 58 77 31. 58 77 77 31. 31. Berekesin versin öte son. Ispatlar kançadan ekan aka? 80 ming so'mdan keyin bor deydi. Qanchadan berdi bozor aka? Bermediniz. 75 ming so'mdan berilibdir. Pullarını aytib ketdingizlar aka. Qanchadan bular aka? 65'ten keyin bor bu. Öte sonun 5 ay 6 ay 1 metre tegeneginde bu torpoqlar. Nomer aytabız aka? Nomer aytib ketebizmi, aytpaybizmi? 0771 82 90 42. Akırı 42 ha? Tuğandar 65 ming so'mdan keyin bor deydi. Süleşam көрөсүздөр. Biroq жақшы. Bozorda sotib chiqib ketdi. Bahodir aka qancha ming olar? 65'ten keyin bor. Öte sonun. Bular biraz emeyrak ekan, jaşlaqlar ekan. Hozirgi bundan murdaqi buna ketgan qotorpoqlar o'ta kuchli, o'ta son ekan. Qanchadan ekan bular aka? Bunlar 80 kam var. 75'ten qilib berdik. 80 ming so'mdan keyin bor deydi, 75 ming so'mdan savdo qilishdi deydi, berdik deydi. 75'ten bermedingizlarmi? 75'ten sotilyapti deydi. 65 ming so'mdan o'ta sonini aytib turadi, janob qolardi. Bular parod ekan-da. Ovlik bo'lib var ekan bu yerda, o'shanisinikin-da. Nomer aytingchi aka? Qiziqqanlarga aytingchi nomer. 77 meni. 0777 30 14 46 ha? Oldu, berekesini bersin aka, жақсы sotib olingizlar.
Туғандар мына асартты дейді. Таңдағаныңыздар бар дейді. Қаншадан бұлар аға? 40'tan tartıp 80 bin geçeyin eкен ha? Şonday deydi. Tuğanlar 40 mindən tartıp 80 bin so'mga çeyingi öspürüm torpoq tor eken. Qanchadan aka bolar? 85'ten kemi vardı. 85 ming so'mdan keyin var ekan. Bozor qanchadan berdi aka? 80'e koy verdi. 80'ga jol suradi berib edingiz. O'ta son berekasini bersin aka. To'g'onlar 70 ming so'm savdo oltot berilmay turadi. Ertemenden 75 ming savdo bo'lgan ekan bergan ekan. Hozir ham 70 ming bo'ldi ekan. Buqa qancha bo'ldi aka? Bilmem dedi. Satıldı mı satılmadı mı? 135 ke cana ertemenden berip ekende şu buqani. Bu cana 90 minglik buqa. Tuğanlar Jaylovdan tushgan toy buqa. 1 yaşdan o'tgan. 90.500 so'mga olishibdir yigitlar. Tuğanlar bu жағынан gelip buna angus'un güçlüleri çıkıptır pazarga. Öte güçlü anguslar çıkıptır. Satıldı. Satılıp gitti. Torpoq 1 yaş 2 ay 3 aylık. Boylar biri 40'ın tegereginde. Öte güçlü eken. 167 ming so'mdan satılıptır. Anguslar. Cipleri almışlar. 167 ming so'mdan ketdi. Onlar ona buqa 165 ming so'm semiz buqa savdo olibdir. Amnosi 183 ming so'mga olinibdir. Tuğanlar 160 ming so'mga ushul uy satılyaptır. Hep üçte uy ekan ama. Qisir ekan. Tuğanlar 80 ming bo'lib tur ushul uy. Buqalar elimizde savdo yo'q. Paçka buqalar satılıp aylashib ketdi. Qanchadan bo'ldi aka qunasinglar? Chintemir aka qanchadan bo'ldi? Üniversite. Direkt gelsinler. Daha 83 mü? Ha 83 ekan. Ya uyu qancha bo'ldi aka? Hayır oldinglardan. Ha, 100'ga berilibdir. Tuğanlar mana 135 ming so'mga berdik deydi. Buqa torpoq menen ekan. 5-chi torpoq deydi. Oldinдағы 100, bunal 135 olubdur. Hatta sonun berekesini bersin. Bunalar 74 ming so'mdan 3'ö juğuna hazır savdo oldu berilib kaldı.